Assalomu alaykum obunachilarimiz. Haydovchi bolajon YouTube kanalini kuzatayotgansizlar. Bugungi video obzorimizda 10 ga yaqin har xil turdagi 2 yosh boladan 9-10 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan traktor, Gelenwagen, Jeep, mototsikl moshlarimizni ko'rsatamiz. Videomizni ko'rishdan oldin zo'r degan like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar va bizga haydovchi bolajon YouTube kanaliga obuna bo'linglar. Bir chekkadan sizlarga tushuntirib ketamiz. Traktorimiz sifatli traktorimiz, balonlar yumshoq rezinaviy balon, 80 kg yuk ko'tara oladi. 24 voltli akkumulyator bu joyda joylashgan. Ikkita katta orqa balonlar tortadi. Zapas orqadagi pritsepdagi balonlar ham bor. Pritsepdagi narsalarni ham sovusi bo'ladi. 70-80 kg atrofida yuk ko'taradi. Chiroqlar yonib turadi. Tepasi tom bilan yopilgan. Jiyanimiz 7 yosh salkam, 9 yoshgacha bolalarga mo'ljallangan. Maza qilib 3 yursa bo'ladi. Bu yoqda zinalari ham bor. Bu traktorimiz ham xuddi shunaqa razmerda. Taxminan 9 yoshgacha bolalarga mo'ljallangan. Buni oldida qum ko'taradigan bunaqa kranchasi ham bor. Balonlari buniki plastmassaviy, ham kalchosi bo'lsa rezinaviy bo'ladi. Buni ikkita balon tortadi orqa balonlari. Bu ham 60 kg atrofida yuk ko'taradi. Hop, bu ruchnoy qilinadi, qo'l bilan, mana qo'l bilan ushlaydigan joylari bor. Bu joydan tortib ko'taradi. Mana tortib ko'tarib tushiradi bu joydan. Naryoqdan bo'lsa, ruchnoy o'zi qo'li bilan qiladi. Oyoqda pedali ham bor, ikkalasida ham pulti bor. Bunda ham orqada pritsepi bor, narsalar sovosi bo'ladigan. Sifati juda ham zo'r chiqqan. Buni narxi hozirgi paytda bu ekspertning oldi, bu yerda tablolari ham bor. Multfilmda ko'rsa bo'ladigan. Sifati juda ham zo'r chiqqan. Sidenalari eko kojinli bo'ladi. Buniki pastdagi kojinli, suyanib o'tiradigan plastmassaviy bo'ladi. Mashinalar narxi bilan haydovchi bolajon Telegram kanalida tanishing. Buni narxi hozirgi kunda $440 chiqadi. Bunisining narxi bo'lsa $520 chiqadi. Bular faqat eksport uchun chiqarilgan, zakazga keladi. Ba'zilarda 1 oygacha cho'zilib ketishi mumkin. Hozirgi paytda bunaqalardan bor. Keyingi mashinamiz Gelenwagen. Bunga o'tirib tur. Dubai eksportni deyiladi. 4 ta balon tortadi. 4 ta balon yumshoq rezinaviy bo'ladi. Balonlari katta motor joylashgan, 80-90 kg atrofida yuk ko'taradi. Ikkita 4 yoshli bola sig'adi, bitta 7 yosh, 7,5-8 yoshgacha bola sig'adi. Buni faqat oldi chiroqlari yonib turadi, ko'rasizlar. Balonlar yumshoq rezinaviy, 24 voltli akkumulyator bor. Eshiklari ikkita tarafdan ko'rsanglar bo'ladi, ochiladi. Sifati juda ham zo'r chiqqan. Faqat oldi chiroqlari yonadi buni. Tez yuradi bu ham, tezligi yaxshi. Xo'p, keyingi mashinamiz bo'lsa BMW M Sport 1600 deyiladi. Ikki xili chiqqan. 24 voltliga, 12 voltliga chiqqan. Bu aynan sizlar ko'rayotganingiz 24 voltliga motorlari ikkita orqa balon tortadigan bo'ladi. Hamma balonlar rezinaviy yumshoq. Rezinaviy balon, ikkita tarafdan eshiklari ochiladi. Orqa tarafini ham ko'ringlar. Sportivniy bu ham. Sidenalar yumshoq, eko kojinli. Bunga ham ikkita 3 yoshli bola sig'adi. Oldi chiroqlari ham yonib turadi. Ko'rsanglar bo'ladi. Ichlarining tablolari, rullari chap tarafda joylashgan. Bitta 7 yoshgacha bola ichida bemalol yursa bo'ladi. Sportivniy nakleykalari bilan yopishtirib beramiz. Buni narxi hozirgi kunda $280 chiqyapti. Gelenwagenning hozirgi kunda narxi $320. Keyingi mashinamiz Speed 1200 deyiladi. Bu ham ikki xil, 24, 12 voltli chiqqan. Aynan videoda ko'rayotganingiz 24 voltli akkumulyatorli 4 ta mana balon orqalarida katta motorlar bor. 4 ta balon tortadi. Shiroki rezinaviy Eva balon. Hop, oldi chiroqlarni ko'rasizlar, yonib turishini, bu ham berski ko'rinishda. Ikkita 4 yoshli, 3,5-4 yoshli bola, bitta ko'rasizlar, o'zi katta. Bu mashinamizda ham orqa chiroqlari yonib turadi, ko'rasizlar, orqa tarafdagi chiroqlari ham. Hozirgi kundagi buning narxi $315 chiqqan. Telefon raqamlarimiz 99lik kodi bilan 877 Koreya, Rossiyadan turib ham zakaz bersanglar bo'ladi. Tablolar bu joyda joylashgan. Start stop knopkalari hammasi pultdan ham, pedaldan ham boshqarsa bo'ladi. Faqat mototsikldan tashqari. Keyingi mashinamiz bu Gelenwagen 3/7 deyiladigan Brabus. Oldi chiroqlarni ko'rasizlar. Bu ham 7 yoshgacha bolalarga mo'ljallangan. Butun atrofi, bokovoylari ham, lobovoy tepasi ham, orqa zapaskaning o'rinlari ham, orqa chiroqlari ham yonib turadi. Balonlari yaltiroq, diskalari yumshoq rezinaviy balon bo'ladi bu ham. Ko'rasizlar, ichlarini ko'rsanglar bo'ladi. Ichlariga 7 yoshgacha bola, 7-7,5 yoshgacha bola sig'adi. Tablolari bu yerda pult bilan ham boshqarsa bo'ladi. Rullarini ko'rasizlar, o'rtada joylashgan. Hop, bu narx hozirgi kunda $250 chiqyapti. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Va keyingi mashina mototsiklimiz bo'ladi. Bunga o'tirib ko'r. 209 model, 12 voltli akkumulyator, 10 amperli akkumulyatori kuchi bor. Oldi chiroqlari yonadi. 9, 10, 11 yoshgacha ham bola sig'adi. Bemalol ko'tarib yuradi.
taxminan 50 kilo atrofida, 55 kilo atrofida yuk ko'taradi. Orqa chiroqlarini ko'ryapsizlar. Bundan tashqari bu politsiyskiga o'xshab turib, bu yerga chiroqlarni bossa, politsiyskiy chiroqlari ham yonib turadi. Mana bu tarafni ko'rasizlar. Oldi chiroqlari ham yonadi, glavniy chiroqlari. Buni narxi hozirgi kunda $250 chiqyapti. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Kalit bilan o'chirib yoqilinadi. Faqat pult orqali, faqat pedal orqali boshqariladi. Qo'lida. Ya'ni gazi qo'lda joylashgan. Bu yerda oldi orqa yuradigan start-stop knopkalari hammasi shu yerda joylashgan. Oxirgi mashinamiz bo'lsa, kichkina Gelenwagen. Buni endi hozir yig'yotgandik. Bu mashinamizning Gelenwagenimiz hozir oblisovkalar hali taqilmadi. Ichiga hop 4,5 yoshgacha bola sig'adi. Balonlar buniki ham yumshoq rezinaviy 4 ta balon tortadi. Hop orqa tarafdan ko'rinishi faqat oldi chiroqlar yonadi. Buni orqada nakleyka chiroqlarning o'rnida yon tarafdan ko'rinishi. Rul o'rtada joylashgan. Bu Gelenwagenimiz $180 chiqadi. Oldi chiroqlarni o'zi yonadi. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Koreya, Rossiyadan turib zakaz bersanglar bo'ladi. Bizga Telegram orqali aloqaga chiqinglar. 99lik kodi bilan 87747. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, zo'r degan like tugmasini bosib ketishni unutmanglar. Xayr, salomat bo'linglar.